Uchun ayol kishining kiyinishlikdagi 8 ta sharti bor. Birinchisi ayol kishining butun badanini to'sishlik. Bu ayol kishining kiyinimida topilgan birinchi shart. Ikkinchisi shaffof bo'lmaslik kerak. Ichi ko'rinadigan, bilinadigan, qomati bilinadigan yupqa bo'lmaslik kerak. Uchinchisi tor bo'lmaslik kerak. Ko'hraklari yoki orqa qismlari qomati bilinadigan darajada tor bo'lmaslik kerak. To'rtinchisi erkaklarning kiyimiga o'xshagan kiyim bo'lmaslik kerak. Erkaklarga o'xshatmas kerak. Erkaklarning kiyimiga o'xshagan kiyim kiymash kerak. Beshinchisi zinatlik kiyim bo'lmaslik kerak. Ya'ni zinat, shuhrat odamlarga voh moni kiyimini qara deydigan zinat kiyim bo'lmaslik kerak ayol kishiniki. Va oltinchisi buxur deydi arab tilida, ya'ni atir sepilingan kiyim kiymaslik kerak bo'ladi. Atirlangan kiyim kerak bo'ladi yoki buxurlanmagan kiyim kiyishlik kerak bo'ladi. Ayol kishining kiyimida topiladigan 6-shart. 7-si shuhrat libosi. Aytaylik, ayollarning odatiy kiyimidan ko'ra, misol uchun aytaylik, sariq yoki bo'lmasa qip-qizil. Shunday ko'rganda hamma "vuy" deb turib yurib, hammadan rangi o'ziga jalb qiladigan, boshqalardan o'zgarib turadigan kiyimni kiyishlik ayollarga joiz emas. Qora bo'lsin, jigarrang bo'lsin yoki boshqa rang bo'lsin, yaltiroq bo'lib, odamlarga haligi aytaylik ichida monchoqlari bo'lib turib yurib, o'ziga jalb etib tortadigan, u ayol kishiga, ayollarga joiz emas. Kiyayotganlar kiyapti-yu desak, kiyinmasdan yurganlar ham bor. Men muslima ayollar aytyapman bu gap. Islomdagi libosning sharti shu va oxirgisi kofir ayollarga shularni kiyimlariga tashabbuh qilib kiyishlik bu joiz emas. Alloh taolo aytayapti: "Ayting mu'minlarning ayollariga, yudnina alayhinna min jalabibihin." Jalobiblarini, ya'ni ro'mollarini yelkalaridan, ya'ni hijoblansin. Mana shu oyat bilan Alloh taolo hijobni ayollarga farz qildi. Biz bu oyat Allohga iymon keltirganman, islom dinini haq deb bilaman deganlarga Allohning hukmini aytyapmiz.